Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Sizlar bilan men usta Arslonbek yana bir fayzli xonadonimizni go'zal holatda qilib bitkazib, sizlarga bu xonadonimizda ham ma'lumotlarni chiroyli holatda yetkazib beraman. Kanalimizda yangi bo'lsanglar, albatta obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlarga qurilish haqida va tunukafonlar haqida bo'lgan ma'lumotlarni batafsil yetkazib berib turaman. Xo'p, xonadonimizni Marg'ilon shahrida go'zal holatda qilib bitkazib berdik. Bu xonadonimizga Alkafon dizayn fasonidagi tunukafonimizdan chiroyli holatda qilib bitkazib berdik. Darvozaxona qismi bilan mana shu ayvon qismini, ichkari tomon shapka va ko'cha tomon shapkalarni go'zal holatda qilib bitkazib berganmiz. $4300 evaziga mana shu fasonimizni bitkazib berdik. Hamma rasxod o'zimizdan bo'lgan holatda, ya'ni mana shu lesa, reka, samarez, mana shu oshib qolgan tunukalarni xonadon egasini hisobidan ayirib yuborgan holatda hisoblab beramiz. Ko'cha tomon shapkasi ham bor, qoshli 90 gradusli Nova karnizlari bilan birgalikda. Xo'p, o'rtasini palma fason qilganmiz. Chekalariga, detallariga attenni ishlangan, chekasi yana kobra fason Nova karnizlari bilan birgalikda chiroyli holatda qilib berdik. Agarda sizga mana shu dizayn fasonda 1 kvadrat metri tunikafon qildirmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, 170 ming so'mdan 1 kvadrat metri tunikafonga tushadi. Agar boshqa palma emas, boshqa fason bo'ladigan bo'lsa, 1 kvadrat metr tunikani hisoblaydigan bo'lsak, 140 ming so'mdan hisoblab beramiz. Bu mahsulot ham rasxodi ko'proq bo'ladi va xizmati ham ancha qiyinroq bo'ladi. Shuni hisobiga buni narxi zicha qimmatroq chiqadi. Bu fasonimizda. Boshqa fasonlarimizda esa 140 ming so'mdan tunikani kvadratiga hisoblab chiroyli holatda qilib yakunlab beramiz. Bizning xizmatimiz vodiy bo'ylab bemalol aloqaga chiqsanglar, ishinglarni mana shunaqangi go'zal holatda Alkafonga birga bir chiroyli holatda qilib yakunlab ishingizni bitkazib beramiz. Agarda mana shu xonadon Alkafondan mana shu ko'rinishda bo'lganda $7000 evaziga bitgan bo'lardi. Biz mana shu xonadonimizni $4300 evaziga bitkazib berdik. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar, dizayn fasonlarimizni, kataloglarimizni tashlab beramiz. Maslahatlashgan holatda ishingizni chiroyli qilib bitkazib beramiz. Bizning kanalimizdan yiroqlashmanglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.